Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Moskvada migrantlar uchun kasb-hunar kurslari ish boshladi. Bugun O'zbekistonda yana ikkita og'ir judolik bo'ldi. Tezkor xabar: aktrisa vafot etdimi? Madaniyat vazirligi aniqlik kiritdi. Yana bir davlat O'zbekiston uchun karantin talablarini kuchaytirdi. Rasman Shuhrat G'aniyev vazifasidan ozod etildi. Namanganga yangi hokim saylandi. Xayrulla Bozorov hurmat bilan kuzatildi. Endi esa batafsil. Shuhrat G'aniyev vazifasidan ozod etildi. 25 sentyabr kuni Farg'ona viloyati faollarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ko'rib chiqilgan. Bu haqda Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, boshqa ishga o'tganligi sababli Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev vazifasidan ozod etildi. Moskvada migrantlar uchun kasb-hunar kurslari boshlandi. Endi Rossiyaga ishlash uchun kelgan o'zbekistonlik migrantlar Moskva va Rossiyaning boshqa 4 ta shaharida bepul tashkil etilgan kurslarda o'zlarining kasb-hunar mahoratlari va rus tilidagi bilimlarini oshirishlari mumkin. Yaqinda bunday kurslar Sankt-Peterburg, Qozon, Yekaterinburg va Novosibirskda boshlanadi. Mashg'ulotlar har kuni migrantlar uchun qulay vaqtda, ya'ni ertalab, kechqurun, ish kunlari yoki dam olish kunlari o'tkaziladi. Birinchi bosqichda O'zbekistondan 100 nafardan ziyod migrant taklif qilindi. O'quv guruhlariga qabul qilish davom etmoqda. O'quv kursini tugatgandan so'ng tinglovchilar World Skills Rossiya tomonidan Skills pasportini olishadi va ular o'ziga mos bo'lgan yuqori maoshli ish topishlari mumkin bo'ladi. Namanganga yangi hokim tayinlandi. Xayrulla Bozorov hurmat bilan kuzatildi. Bugun 25 sentyabr kuni Namangan viloyati hokimligi majlislar zalida faollar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi lavozimida ishlab kelayotgan Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov Namangan viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Majlisda yangi tayinlangan hokim Shavkatjon Abdurazzoqov Farg'onaga hokim bo'lib ketayotgan Xayrulla Bozorovga to'n kiydirdi. Yig'ilishda Prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov va O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirok etdi. Shuhrat G'aniyev O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ish boshlaydi. Bu haqda Farg'ona viloyat faollari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov ma'lum qildi. Yig'ilishda Shuhrat G'aniyevning 8 yil davomida viloyat rahbari sifatida hududni har tomonlama rivojlantirish borasidagi ishlari alohida e'tirof etildi. O'zbekona chopon bilan tantanali kuzatildi. Tezkor xabar: aktrisa vafot etdimi? Madaniyat vazirligi aniqlik kiritdi. O'tgan soatlarda internetdagi turli ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, aktrisa Saida Rametovaning vafoti bilan bog'liq xabarlar tarqalmoqda. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan bu xabar rad etildi va bu yolg'on xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi aytib o'tildi. COVID-19 tarqalishining oldini olish maqsadida Janubiy Koreyada 2020-yilning 5-aprelidan boshlab avval berilgan barcha qisqa muddatli vizalar bekor qilingan. 2020-yil 23-apreldan boshlab esa barcha uzoq muddatli vizalar faqatgina bir martalik kirish uchun beriladi. Koreya hukumati yuqori darajada COVID holatlari qayd etilganligi sababli qator davlatlar
jumladan Bangladesh, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston hamda Filippin davlatlariga nisbatan karantin choralarini kuchaytirdi. Bu haqda Koreya Adliya vazirligi xodimi Kim Jong-uk xabariga tayanib Koreyadagi Koryo Saram assotsiatsiyasi ma'lum qiladi. Mazkur davlatlarda ko'plab viza turlarini taqdim etish vaqtinchalik to'xtatilgan. Ayni damda ushbu davlatlarda vizalar faqat quyidagi maqsadlarda taqdim etilmoqda: diplomatik yoki rasmiy tashrif, nikoh tuzilishi va hokazolar. Boshqa turdagi barcha viza turlarini berish bekor qilingan. H2 ishchi vizasi, F4 vatandosh vizasi, vatandosh kategoriyasi bilan bog'liq bo'lgan barcha vizalar, S38 qarindoshlar tashrifi uchun vizalar cheklov yakunlanmagunga qadar taqdim etilmaydi. Koreya hukumati tomonidan vaqtinchalik cheklovlar bekor qilinganidan so'ng vizalar berish jarayoni qaytadan ishga tushadi. Yana bir judolik. G'uzordagi maktabda 35 yil faoliyat yuritgan direktor vafot etdi. G'uzor tumani 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Karayev Ulash Xalbayevich 24 sentyabr kuni og'ir xastalikka chalinish oqibatida 65 yoshida vafot etdi. Bu haqda tuman hokimligi axborot xizmati xabar qildi. Ma'lumot o'rnida Karayev 1985-yildan buyon 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimida ishlab kelgan. 2004-yil El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Bir necha yillar davomida xalq deputatlari, viloyat va tuman kengashi deputati sifatida faoliyat yuritgan. O'zbekiston ilm-fani og'ir judolikka uchradi. Qoraqalpog'iston fanining yirik namoyandasi, faylasuf olim, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi Jumanazar Bazarbayev bugun 25 sentyabr kuni 87 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Fanlar akademiyasi ma'lum qildi. Jumanazar Bazarbayev 1933-yil 13-noyabrda Qoraqalpog'istonda tavallud topgan. U 2000-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademiki etib saylangan. Qalampir.uz tahririyati marhumning yaqinlari va do'stlariga hamdardlik bildiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: hokimlarni xalq saylashi kerak. Shu kunlarga baribir kelamiz. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimi joriy etilgan edi. Shunga muvofiq birinchi marta tuman va shaharlardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash muhiti, infratuzilma va mavjud resurslardan foydalanish darajasi o'rganildi. Tahlillar asosida ulardagi tadbirkorlik rivoji holati yaxshi, o'rta va qoniqarsiz hududlarga ajratildi. Xususan 48 ta tuman va shahardagi holat yaxshi, 119 tasida o'rta hamda 33 tasida qoniqarsiz deb topilgan. Qoniqarsiz hamda o'rta deb baholangan tuman va shaharlarda inqirozga qarshi boshqaruv tizimi joriy etilishi belgilandi. Ya'ni ularga rahbarlik qilish istagini bildirgan har qanday talabgor hududni rivojlantirish dasturini mahalliy kengashlarda himoya qilishi mumkin. Xalq vakillarini ishontira olgan salohiyatli kishilar butun jamoasi bilan tumanga rahbar etib tayinlanadi.